Bizda prank yomoni. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 3 ta farzandmiz. Ha? 3 ta farzandmiz. 3 ta farzandsizlar. Hozir nima ish qilasiz? Hozir o'qiyman. Kelajakda ota-onangizga qimmat sovg'a nima qilmoqchisiz? Mashina sovg'a qilmoqchiman, mashina. Qaysi institutda o'qiysiz? Irrigatsiya institutida o'qiyman. Aka sal olasizmi? G'alati hid kelyapti. Siz blogersiz, adashmasam. Endi kelajakda nima yangiliklar? Xudo xohlasa yaxshi videolar ishlab, yana ham ko'tarilish. Men sal Videolaringizda bu juda ham ko'p qizlarni yo'natasiz. Shu qizlarni qayerdan topasiz? shu birga o'qiymiz endi o'sha o'qiydigan qizlar. Men sal Nimalarga qiziqasiz? Men futbolga, Yo, mikrofonga gapirishingiz kerak. Yo'q. Bu Sassiq? Yo'q, qanaqa sassiq bu? O'qishda mana shunaqa forma ruxsat beramiz sizlarga aka. Qanaqa o'qishadi u? men yuridiskiy o'qiyman-da. Kontraktni vaqtida to'lab qo'yaman. Sizda 400 ming pul bo'lsa, kimga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Sizga bir 400 ming pulim bo'lsa yaxshi mikrofon beradi. Ya juda derskiy, aka xafa bo'lmang, bu prank bu aka. Hidi qanday ekan?